Eng mehribon qaynonalar qaysi burchda tug'ilishgan? Ular bilan kelinlar maza qilib, quvnoq yashashadi. Birinchisi, Bo'zoq burchida tug'ilgan qaynonalar. Bu burchdagi ayollar uchun oila muqaddas dargoh. Ular kelinni qizdek ko'rishga intiladi, tinchlikni saqlash, sabrli bo'lish, yumshoqlik ularning tabiiy fazilat hisoblanadi. Ikkinchisi, qaynonalar qisqichbaqa. Qaynonalarning eng emotsional va g'amxo'r ko'rinishi. Bu burch egalari uy ishlarini o'rgatadi, maslahat beradi, o'zini har doim kelinning yonida bo'lishga harakat qiladi. Tarozi burchi muvozanat kaliti hisoblanadi. Adolatli va insofli qaynonalar Tarozi burchidan chiqadi. Ular hech kimga yon bosmaydi, har doim tinchlik tarafdori bo'lib, janjaldan uzoq yurishadi. Kelinning qulayligini o'ylash. Parizod burchidagi qaynonalar yuragi katta, ko'ngli keng. Bu burch egalari kelinni har jihatdan quvvatlaydi, ruhiy yaqinlik ularga muhim. Ular kelinlarning yutug'iga chin yurakdan quvonishadi. Qaynonangizni burchini bilish sizga unga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatadi. Bu sizga juda ham foydali bo'ladi. Hurmatli qizlar, aziz ayollar, siz turmush o'rtoq tanlayotganingizda burchiga ahamiyat berishingiz kerak va qaynonanglarni ham burchini hisobga qo'yishingiz kerak. U qanaqa burchda, sizlarga mosmi, sizlar bilan chiqish olaydimi, nimaga chiqish olmayotganliklarini sabablarini burchlar orqali bilishingiz mumkin. O'zbek xonadonlarida birinchi navbatda turmush o'rtoqdan ham ko'ra qaynonaga erga tegiladi. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Birinchi bo'lib qaynonani ko'nglini olish kerak degan narsalar bor. Hali bu narsalar o'tib ketmagan va burchlar haqida bilish, uni xarakterini o'rganish. Eng mehribon qaynonalar qaysi burchda tug'ilishgan? Ular bilan kelinlar maza qilib, quvnoq yashashadi. Birinchisi, Bo'zoq burchida tug'ilgan qaynonalar. Bu burchdagi ayollar uchun oila muqaddas dargoh. Ular kelinni qizdek ko'rishga intiladi, tinchlikni saqlash, sabrli bo'lish, yumshoqlik ularning tabiiy fazilat hisoblanadi. Ikkinchisi, qaynonalar qisqichbaqa. Qaynonalarning eng emotsional va g'amxo'r ko'rinishi. Bu burch egalari uy ishlarini o'rgatadi, maslahat beradi, o'zini har doim kelinning yonida bo'lishga harakat qiladi. Tarozi burchi muvozanat kaliti hisoblanadi. Adolatli va insofli qaynonalar Tarozi burchidan chiqadi. Ular hech kimga yon bosmaydi, har doim tinchlik tarafdori bo'lib, janjaldan uzoq yurishadi. Kelinning qulayligini o'ylash. Parizod burchidagi qaynonalar yuragi katta, ko'ngli keng. Bu burch egalari kelinni har jihatdan quvvatlaydi, ruhiy yaqinlik ularga muhim. Ular kelinlarning yutug'iga chin yurakdan quvonishadi. Qaynonangizni burchini bilish sizga unga qanday muomala qilish kerakligini o'rgatadi. Bu sizga juda ham foydali bo'ladi. Hurmatli qizlar, aziz ayollar, siz turmush o'rtoq tanlayotganingizda burchiga ahamiyat berishingiz kerak va qaynonanglarni ham burchini hisobga qo'yishingiz kerak. U qanaqa burchda, sizlarga mosmi, sizlar bilan chiqish olaydimi, nimaga chiqish olmayotganliklarini sabablarini burchlar orqali bilishingiz mumkin. O'zbek xonadonlarida birinchi navbatda turmush o'rtoqdan ham ko'ra qaynonaga erga tegiladi. Buni juda ham yaxshi bilasizlar. Birinchi bo'lib qaynonani ko'nglini olish kerak degan narsalar bor. Hali bu narsalar o'tib ketmagan va burchlar haqida bilish, uni xarakterini